Assalomu alaykum. Anlayotganlar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan 2008-yil 4-oyda 2-chi qatim nashr qilingan biografiyalik roman Qaynam o'rkishi. Avtori Abdulla Talib. 11-bob. 9 buloqda bir kun. 1. Avat safari Lutfullah uchun omma bilan texmo qo'yiq uchrashish va har soha kishilarining real ahvolini tushunish fursati bo'ldi. U avatdan qaytib kelib, dam ilayotgan bir shanba kuni o'z hujrasida do'sti Munirdinga safar ta'sirotlarini qizg'in hikoya qilib beryotdi. To'satdan hujra ishga urildi. Lutfullah o'rnidan turib eshikni ochdi. Assalomu alaykum. Shoirning tonish bilishlaridan peshqadam Turdaxun, muzikant zavqi va do'sti Hüseyinlar salom berib hujraga kirdi. Lutfullah ularga javob salom berib bo'lgandan keyin ularga o'rin ko'rsatib ahvol so'rashdi. Ondan Turdaxun bilan Munirdinni bir-biriga tanishtirib, "Mana bu peshqadam Turdi xalpa bo'lsa, mening Urumchida qolgan ustozim Mavlanjonning otasi bo'ladi. Ustozning salomini bu qitimqi avat safarimda Turdaxun akaga yetkizdim. Qaytishda biz hamsafar bo'lib birga keldik va yo'l ustida ko'ngildagidek paranglashdik" dedi. Munirdin Turdaxun aka bilan samimiy qo'l siqishib ko'rishdi. "Bugun men sizlarni Ko'ni shahardagi uyimizga taklif qilib keldim. Malol ko'rmay qadam tashrif qilib bersizlar" dedi Turdaxun. "Rahmat" dedi Lutfullah. "Uchturpandan qaytib kelib, andin bormaymizmi? Qachon mingshidiklar?" deb so'radi Turdi xalpa. "O'gunlikka dushanba kuni atigan." Lutfullahning javobini anglagandan keyin Turdaxun choy ishini orqaga surishga rozi bo'ldi. Lutfullah fursatni g'animat bilib, bu peshqadam kishidan "Uchturpanga borganimda mening orzulab yugundigan tarixiy temalarimdan biri jigda yig'liqi mushu voqeani bildigan mo'ysbit kishilar Uchturpandan tepilarmi?" deb so'radi. Lutfullahning bu savoli ko'p ma'lumotli Turdi xalqining uningga bo'lgan hurmat tuyg'usini yanada cho'nqurlashtirdi-da, hayajonlangan holda "Vijdoni qalbingizda paydo bo'lgan orzu umidlaringizga men yordam ko'rsataman. Uchturpanda tunji fanniy maktablarni ta'sis qiluvchilardan beriman. Ta'sis qilgandimi, xususiy pulim bilan maktab ichib, o'zim o'qitishlik qilgan. Shunga u yerda mening suhbatdoshlarim ko'p. Shayx Sulaymon Pir bova nomli zot bor. Bu kishi jigda yig'liqi tarixini mufassal biladi" deb javob berdi. "O'zlarda uning aloqador tarixiy material bo'lsa, mening qo'limda bir qancha yashik Shura jurnali va boshqa materiallar bor. Men idilg'icha qilgan safarimda vijdoniy burchimni o'tab, topgan pulimga nurg'un kitob material to'plab kelgan. Bu ishda qurbimdan yetishicha yordamimni aymayman." Peshqadamning so'zi tugishi bilan tang Lutfullah bilan Munirdin o'rinlardan turishib, uning qo'lini siqib turib, cheksiz minnatdorlik bildirishdi. Shu arada Turdi Hüseyin do'sti Lutfullahga xabar yetkazib kirib, "Bayroq Qurban qilich izlab kelibdikan. Sen bo'lmaganlikdan at sahar keldigan bo'lib qaytib ketdi" dedi. "U Qashqardan qachon kelibdi?" dedi Lutfullah. "Oqshom." "Belli, ish o'ng'a tortdi degan mana shu." Lutfullah ham suhbatlariga o'zini Urumchidan akelgan Harokesh Qurban qilishni uning sirtidan ta'riflab tunishtirdi. Orqadan muzikant zavqiga, "Biz bu qitim Uchturpanga berishda Qurban qilishni birga elib olayli. Uning harvisiga kira qilayli. Bizni avatga elib borgan yigit Rustam bilan Qurban qilich obdan chiqisha oladi. O'gunlikka biz birga mangmiz" dedi. Kech kirgan chog'da Lutfullahning suhbatdoshlari o'rinlaridan turishib, shoirning yangi safariga omonlik tilab qaytishdi. Ertasi yakshanba kuni saharlikda Qurban qilich, Rustam va Zavqi shoirning hujrasiga yig'ilishdi. Yangi safar ustida ular uzun paranglashib bo'lgandan keyin yakshanbalik dam olishni ko'ngillik o'tkazishga odatlangan Lutfullah o'z do'stlarini bog' saylisiga boshlab mandi. Tomuz mavsumi kirgandan buyon issiqning harorati eng yuqori pallaga chiqqan edi. Quyoshning o'tdek taftidan qizib ketgan to'pilar va tam to'rislar go'yo to'nirdek yalqinlaydi. Tinjiqdan dam ololmay qolgan to'xu o'rdak, quchar qushlar og'zini yo'g'on ichib asiraydi va soy joy izlab taraf-tarafga yugurishdi.
issiqdan qochgan shaharliklar sag'idash uchun Do'lan daryosi va Gulbog' atrofiga yugurishmoqda edi. Ular daryoda uzishatdi va daryo sohilidagi qum ustida so'zilib rahatlanib yetishatdi. Lutfulla va uning uch do'sti daryo yaqilab minib, Egarchi yezisidagi Ma'sum Begning sayligoh beg'iga yetib bordi. Ular bu yerda yangi pishgan meva-chevalarni yeb, soz chilib, naqsha aytishib, toki zavol tushguncha ko'ngillik dam oldi. Ata nakam bilan yo'lga chiqamiz? Shoir yo'lda qaytib kelib sozanda zavqidan so'radi. Yo'lovchilarning rasmida yozda yo'l yur, tong otmasda, qishda yo'l yur, kun chiqqanda deydigan saqimisi bor. Şuna kun chiqishdan burun yurib ketayli. Bo'lmasa oldimizdagi ikki daryodan o'tib bo'lg'ichlik kech qolamiz. Daryo suyi ulg'ayib ketsa xatar tug'iladi. Ular yana Uchturpanning havosi va manzarasi ustida so'zlashib mandi. To'qqiz buloq dedi Zavqi. Shoir va rassomlarning ilhomini qo'zg'aydigan go'zal joy. Siz u yerdan cho'qim nurg'un ilhom qachlab kelasiz. Yo'q, yolg'iz buloq emas, dedi shoir Zavqiga. Shoir uchun yolg'iz manzar kifoya qilmaydi. U yerda yana mo'l tarixiy bilimlar bor. Mening qalbim shu nuqtaga talpinyotidi. Ular paranglashib minib shaharning janubiy qapqisi Xotan darvozasi oldiga kelib qolganini to'ymay qilishdi. Bu chaq xuftan vaqti edi. Shoir bu yerda do'stlari bilan xo'shlashib, sepilning o'ng yoqasi bilan aylanib Langar tarafga mandi. U Langar ko'chasining do'qmishiga kelganda Langarlik o'g'il qizlar ko'cha bo'ylarida top-top bo'lib salqindab o'ltirishib, Tahir Zuhra operasining diliga aram baxsh naqsh ko'ylarini xush ovoz tovlashib, butun mahalla ichini zilzilaga keltirgan edi. Bu operaning naqshlari shoirning o'z ijodiyati bo'lib, u hozir o'z ijodiyatining mushundaq mo'l meva berganligidan huzurlangan holda mag'rur qadam tashlab hujrasiga kirdida intayin xushal kayfiyat ichida uxlab qoldi. Ertasi sahar, dushanba kuni tong suzilishi bilan tang u o'rnidan turib, gazitxona darvozasi oldiga chiqib, harvlarni kutib turdi. Uzunga qolmay Qurbon Qilich bilan Rustam haydagan harvlar yetib keldi. Lutfulla va muzikant Mo'ydin Xo'ja, Zavqi qatorliqlar bir harvaga o'ltirib yurib ketdi. Quyosh ufuq siziqidan amdila qizirib chiqqan mahalda harvalar Ko'ni shahrining g'arbiy shimolidagi Uchturpan saroyi oldiga yetib bordi va bu saroyning g'arbiga 200 chamdamcha keladigan cho'ng ko'rikdan o'tib, ikki tarafi buk baraqsan tuz yo'lga chiqdi. Buk baraqsanlik bu cho'ng yo'lning ikki chetidagi ko'p-ko'p majnuntal shoxlari bir-biri bilan giralashib ketgachga cho'ng yo'l go'yo kun nuri tushmaydigan koridorga o'xshaydi. Qurbon Qilich sozanda Zavqining bishoratiga binoan otlarning minishini tizlatdi-da, orqadan kelayotgan boshqa harvalarni qarshi ko'rinar-ko'rinmas yiroqlikda qoldirib qo'ydi. Yo'lning ikki chetidagi qo'yiq yeshil talliq ehtimol shoirning ilhomini qo'zg'agan bo'lsa kerak, uning yodiga tatarlarning tal qo'shiqi kelib qoldi-da, kompozitor Mo'ydin Xo'jaga qarab kulimsirab, "Mandolinni menga bering, birdam jirlab mangayli", dedi. "Yaxshi dedingiz", dedi kompozitor. "Men shu xiyolga kelib turatdim." Mo'ydin Xo'ja mandolinni shoirga uzatdi. Lutfulla mandolinni qo'liga olgandan keyin butun hissiyoti bilan jirib boshladi. Yo'lning o'ng yoqasidagi talliq ichida shildirlab yiqayotgan suzuk suvning ovozi mandolin va jerning sadosiga tankash bo'lib, yiqimliq anglanib turadi. Eriqning ikki yoqasida sagidab o'ltirgan dehqon qiz yigitlar shoirning naqsha sadosiga zo'qmanlik bilan quloq silishib, toki harvining qarisi yetguncha qarab qilishadi. Tal bo'stonliq paydin-pay shalanglab, harva ochiq dalga chiqqanda andin Lutfulla chilishni to'xtatdi. "Taza xumardan chiqib oldingiz-ku deyman. Yo'qdixi, toki 9 buloqni ko'rmaguncha xumardan chiqqan bo'lmaymiz." Lutfulla qo'lidagi mandolinni darhol mandolin mayri Mo'ydin Xo'jaga uzatdi. Mo'ydin Xo'ja padini tangshab avval Furqatning Seg'inish nomli mashhur g'azaliga, andin Chek parador ko'nglim naqshisiga chaldi. Shoir butun diqqatini markazlashtirib, naqshining ohangi va tekst mazmunini tahlil qiladi. Naqshining mo'lari kang dalini zilzilaga keltiradi.
Purak deştide Mecnundek acep avaridur köngülüm. Muhabbet teği bilen paredur köngülüm. Yetelmey arzu yumğa judalık içide kıynaldım. Purak yaçaklarının oqlarıydın paredur köngülüm. Yana üstiga qandaq dert ve mihnetler düşerkin, bala hicri bayavanda tümen çek paredur köngülüm. Eskertiş. Furqat Zakirjan Xalmurat oğlu 1858 yıl doğulup 1909 alanda ötken. Yakanda vafat bolgan Özbek şairi Uyghur edebiyatıga xili çoğun ta'sir ko'rsatgan. Naqshi ayaqlashganda Harva Qumiriq daryosining qirg'iqiga birib qolgan edi. Shoir Harvadan sakrab pastga tushdi-da, yer tekshirguchi geologlardek daryoning atrofidagi tabiat manzarasini ko'zlashga boshladi. Tangri tağının en egiz çoqalardan biri bolgan Tömür çoqa ve onun üstündeki yıl boyu görünüp durduğan appak qar munarları bu yerden iniq görünetdi. Qumiriq daryası ana şu Tömür çoqının tigideki at oynak jilg'isidan örkeşlep yiqib tushadi. Daryoning u chetidagi Aral kentidan o'tganda yana bir cho'ng daryo Toshqan daryosi bo'yiga borg'ili bo'ladi. Bu ikki daryo Araldagi Ayaqchilar mahallasining ayg'ida qo'shilib Oqsuv daryosini hosil qiladi. Harvular yana safarni davom qilib Qumiriq daryosidan o'tgandan keyin Aral kentining g'arbidagi Toshqan daryosiga yetib bordi. Kun dal tush bo'lay degan edi. Tahir Zuhra sanoyi nafisa o'mikining xodimlari tushib mangan va dekoratsiya qatorliq teatr saymonlari beslagan harvularmi daryo bo'yiga yetib kelib jam bo'ldi. Toshqan daryosini ko'p qatim kechib o'tgan 3 turpanliq muzikant Mo'ydin Xo'ja erigan qor suyining qo'shilishi bilan samab turgan ulug' suvni kuzatib turib, ahvolning bir oz xatarlik ekanligini bayqab, kunning qattiq isishi bilan daryoning suyi ulg'ayib ketibdi. Agar yana bir oz kechiksak, suv texmi ulg'ayib ketgudek, ilham bo'lsin-mu, suvchilarga oz to'la haq berib, shularning yordamiga so'yinib tezroq o'tib olayli, dedi. Lekin Baqi Qizilmuch Harvakash Mo'ydin Xo'janing so'zini rad qilib, Tavakkul daryosiga o'zini otdi. Uning harvasiga dekoratsiya qatorliq muhim saymonlar beslagan edi. "To'xtang, tirtaklik qilmang." Mo'ydin Xo'ja unlik ovoz bilan Baqi Qizilmuchni to'sish uchun harakat qilib ko'rdi. Lekin u quloq solmadi-da, suvchilar kelguncha harvasini haydab daryoga kirib ketdi. Mana demadim-mi?" deb vaqirdi Mo'ydin Xo'ja qirda turib. Baqi Qizilmuch ishni o'xshatdi. Ana suv harvining sho'tisini besib ketdi. Qaranglar, ana dekoratsiya suvning tagida qoldi. Ana otlarning quliqi aranli ko'rinib qoldi. Kajni bozor o'nglar degan mana shu. Uzunga qolmay 4-5 suvchi kelib, ulardan ikkisi darhol Baqi Qizilmuch tarafga uzib mandi. Uninggacha Baqi hayotidan umid uzib bo'lgan edi. Baqining Qizilmuch degan laqami bekor qo'yilmagan. U uning tirdak, beg'arazligiga qarab singishgan laqam edi. Mana qaranglar, bo'g'larning jangga oldirma, otqanni ko'rsan, suvga oldirma, oqqanni ko'rsan degan hikmatlik so'zi toza isbotlandi. Orqadan ikki suvchi Qurbon Qilich bilan Rustamning harvasini kechikka kirgizib, sog' salomat 3 turpanning Oqyor tarafdagi daryo leviga o'tkazib qo'ydi. Baqi Qizilmuch va uning ot harvasi ming ta'sirda qutuldirib bilindi. Lekin harva ustidagi dekoratsiya allaqachon tugishib ketgan edi. Baqi Qizilmuch xuddi kech kuzda ushib tegib, yigilishib qolgan ko'k mushdek ko'kirib, daryo bo'yida shumshaygan peti madorsiz yetib qoldi. "Haydang, Qurbon aka", dedi Lutfulla. "Dekoratsiyani o'zim sizgan, 3 turpangni berib yana sizaman. Biz ketaverayli. Bo'lmasa tarixiy hikoyalarimiz nesi qoladi?" Toshqan daryosidan o'tib, xili uzun as oldirilgan otlar uchqandek ilgarilab, Oqyor bozoriga yiqilishib qoldi. Yo'lning ikki qasniqidagi bepoyon etizliqda urilish oldida turgan bug'doylarning oltin bashaqlari g'arbiy shimol tarafdan kelayotgan shamolning urishi bilan larzan yalpinib turadi. "Mana biz endi 3 turpan zaminda ketyapmiz", dedi Mo'ydin Xo'ja faxrlanib. 3 turpanni kishilar janubning g'uljisi deb ataydi. Bu hargiz mubolag'a emas. Bu yer ochliq va meva-cheva koni,
Tangirtigi bu yerga bargansir yiqilishib keladi. Şuna yoz havasi salqin, bo'libmi 9 buloq atrofi shundoq. Lutfulla kompozitorning so'zini anglagach, atrofdagi manzaralarni tomosha qilmoqda edi. Iriq bo'ylari va qirbeshida bo'y tortishib o'sgan jigitlarning chechaklari xushpuroq chechib demoqqa güp urib turadi. Kompozitor atay jigitlarni ko'rsatib turib, Uchturpan jigitisi adolat uchun bo'lgan kurashning jonliq simvoli. Tarixning bu mohiyati biz 9 buloqqa yetib borganda to'liq ichiladi, dedi. Kech peshin mahallida Arvolar Tumshuq tog' ig'izi oldiga keldi. Tumshuq tog'i ig'izi bu yerda mag'rurona qiyofatda tik qad ko'tarib turadi. U dal Uchturpan shahar darvosi edi. Shahar bu yerdan aniq ko'rinadi. Shaharning shimolidan janubga qarab uch daryosi eqib turdi. Tumshuq tog'idan g'arbga so'zilgan qatma-qat tog'lar, Aqto'qay tog' tizimlari qad ko'tarib turdi. Tağlarning orasida mashhur qadimiy joylar, nurg'un yayloq va chimanzorliklar bor. Shaharning shimol chetiga hukumat mahkamasi joylashgan bo'lib, hukumat binosining g'arbiy shimol tarafi qal'a teg'i bilan tutishib ketgani uchun shaharning tabiiy sepili bo'lgan edi. Tog'ning shimoliy etikidan mashhur 9 buloqning marvoyat suvlari xuddi fontandek etilib chiqib, saylah qilg'uvchilarni maftun qilib turadigan dаңlıq istirohatgohga aylangan. Bugun shaharning xalta ko'chalarigachilik hammala yerida odamlar mig'ildab ketgan edi. Tumshuq tog' ig'izidan o'tgandan keyin harvlar mang'almay qoldi. Iyunning oxirlari bo'ladigan Qumbulung saylasi boshlangani uchun taraf-tarafdan sayilchilar kelgan. Uning ustiga yosh qiz yigitlar Li Mutallib Tayir Zuhra operasini akilayotgandek deb anglab, Qumbulung saylisiga qarmay Lutfullaning kelishini kutib, to'rt ko'z bo'lishib turadi. Qurban qilishning harvisi odamlar orasidan yerib o'tib, asta olg'a siljitdi. Birdamda qiz yigitlar gurildishib berib, harvining atrofini qo'rshavlashdi va hadab Lutfullani to'nib olish uchun intilishdi. Li Mutallib qaysidir? Avu oq yuzlik, badam do'p kiyib olgan, o'ttir bo'y yigit shu ehtimol. O'g'il qizlar bir-biridan so'rashadi va qiyosan javob berishadi. Lutfulla o'ltirgan harva to'pning ichidan o'tib, Naylik Uyg'ur uyushmasi binosi oldiga kelib to'xtaganda, quyosh Aqto'qay tog'larining keyniga yo'shirinishga boshlagan edi. 2. Lutfulla Uchturpanga yetib kelgan kunning ertasi Tahir Zuhra opera o'mikining mas'uli Naylik Uyg'ur uyushmasi klubida Ümek xodimlarini yig'in ochdi. Yig'inda u opera uchun tayyorlab kelgan dekoratsiyani Toshqon daryosining kelkun suyiga ketdi. Shunga dekoratsiya kerak qilmay operani o'ynaveramiz. Uning ustiga Tahir rolidagi dubler bosh rol izbasari og'rib qoldi. Shunga bugun Tahirning rolini yanada Li Mutallib ilib chiqsa, qolganlarimiz Uyg'ur uyushma xodimlari bilan sahna tayyorlashga kirishsak, dedi. Tahir rolida men o'ynaverman, dedi Lutfulla. Lekin dekoratsiya tayyorlamay bo'lmaydi. Dekoratsiyani bugun kechgacha sizib ulgurtiman. Dekoratsiyasiz opera o'ynash kulkilik bo'ladi. Bir kun ichida dekoratsiya qanday ulguradi? Uning ustiga materiali, rasxod nadin keladi? Rasxodni opera o'mik chiqirdi. Hunar san'ati meningdin, amgiki jur'ati meningdin. Yo'q, o'makda hozir pul yo'q. Sahrolikqa dekoratsiya sizmismi bo'laveradi. Ümek boshlig'i bilan Lutfullaning fikrida kelisholmay kelayotganiga xili vaqt bo'lgan edi. Ular avatdimi bir qatim tirikishib qolgan. Ümek boshlig'i bugunmi atay yo'q yerdan putaq chiqarib, operaning o'ngishli o'ynanishiga putlakashon bo'lmoqda edi. Bo'libmi uning dehqonlarni sahrolik deb haqoratlashi, Yantaqubning elida Lutfullani sahrolik deb masxara qilganiga o'xshash edi. Negizlik masalalarda Hatemgimi yo'l qo'ymaydigan qaysar shoir sahrolik degan haqoratlik iborani ishlatgan Ümek boshlig'iga radiya berish uchun chacharab o'rnidan turdida qo'llarini silkib turib, sizning dehqonlarni sahrolik deb kamsitganingiz haqiqatga ko'z yumganligingiz bo'ladi. Men yozgan bu operaning hikoyasini saqlab bergan xazina egisi dal dehqonlar sizga oziq-tulik berib o'qitgan, bugunmi oshnan berayotgan mushu dehqonlar emasmi? Bo'lmasa ambal loylar kun ko'ralamdi.
Qarzdor odam haqlarini haqoratlasa, muthamlik bo'lmamdi. Qarab baqayli, ko'chalarda mushu operani ko'rimiz deb tashna bo'lib yetayotgan o'g'il qizlar, qiri yosh dehqonlarning qizg'inligi nima degan ustun? Biz ularni ko'zga ilmasak asla bo'lmaydi. Agar o'mak pul chiqarishdan bosh tortsa, uni men hal qilaman. Bugun oqshomdan boshlab opera cho'qim sahnada o'ynaladi. Dekoratsiya putidi. Tahir sahnada hozir bo'ladi. Lutfullaning jarangli xitoblarini anglab, butun zaldagilar qizg'in chavoq chilishdi va uning so'zini qo'lladi. O'mak boshlig'i shu yerdalar mulla mushuk bo'lib, amdi to'sqinlik qilishga petnalmadi-da, yig'inning yepilganligini jakarlab, chang'ishigan peti zaldan chiqib ketdi. O'mak boshlig'i hamma ishni buzib qo'yib, oxirga berib tirkib qolatdi. Tirtak ichi tar boshliq peshini qiqib, yig'in maydonidan chiqib ketgandan keyin Lutfulla yana o'rnidan turib, ish egasi bilan, qushmingiz bilan degan tamsil bor. Xuy yomon qiz o'tib olmaydi, batnash to'g'ri kelmaydi. Biz hozir ish taqsim qilib ishlayveramiz, dedi ko'pchilikka. Ish taqsimoti bo'yicha xizmat uyushtirildi. Lutfulla uyushmaning zalidagi bir dona oq, lekin xili kirib bosgan bir zil pardaga ko'zi tushdi-da, dekoratsiyani ana shu pardaga sizishni planlab chiqdi. Uyushmaning o'zidami ozroq rang bor edi. Qolgan rangni Mo'ydin xo'ja o'zining tonishi bo'yoqchi To'xti Parang degan odamdan oldirdi. Talantli rassom Lutfulla har xil ranglarni hijr qochlarga tangshib tayyorlab olgandan keyin ikki yengni janikigacha turdida atoqli zug'uchi Evgeniy Delacroix dek mahoratini ko'rsatishga boshladi. Rasmda yiroqdan Tangri tog'ining qorliq cho'qqilari, uning ustida gigant qarg'aylar, Bag'rash ko'lidan eqib keladigan qadimki bosh agim daryosiga tashlangan Oshiq Tahirning sanduqi. Tahir suvga tashlanayotgan chog'da Zuhraning xo'shlashayotgan obrazi, daryo yoqasidagi talliqda sayrashayotgan qushlarning ko'rinishlari intayin kelishtirib sizilgan edi. Lutfulla dekoratsiya bitib bo'lmoqcha ig'izga bir burda nonmu salmay, taki kech peshin vaqtida o'zining ijodiy amgiki ko'ngildagidek qo'ldan chiqib bo'lganda ondan qalamini to'xtatdi. Tahir Zuhra operasi shahar ichida 3 qitim o'ynalgandan keyin Lutfulla taklif bo'yicha Qumbuning sayligohiga bordi. Bu yerda Mo'ydin xo'janing muzika o'rinishi bo'yicha Zuhra roliga chiqqan ayol bilan birlikda Tahir Zuhra operasining bütün g'azallarini aytib berib, sayliga chiqqan dehqonlarning cheksiz minnatdorligini oldi va shu kuni Mo'ydin xo'janing uyiga qaytib keldi. Ata to'liq bir kun dam oldik-miz. Mo'ydin xo'ja oqshimi o'z uyida parashib o'ltirib, Lutfullaga atki damlish xabarini yetkazdi. Lutfulla bu xabarni anglab xushal bo'lib, "Rostilla shundaqmikan?" deb so'radi. "Rost bo'lmaychi, ilmo to'mirdek odam ekansiz. Shunchalar ishlabmi dam olmas bo'lamdi. Amsa at kun chiqishdan burun yana nega? Nimaga bunchalar oldiraymiz? Mashhadni ziyorat qilishdek muhim ish yo'q. Cho'qim atiganrak kun chiqsin, nasht pashti qilib, choy paylarimizni ichib olib maqsad mulgurimiz. Avval bugun kecha qonug'dek uxlab ardoqingizni chiqarib oling. Ardoq 9 buloq ziyoratida chiqadi. Suzloq uning fontan suyini ichganimizda qanadi." Kompozitor Mo'ydin xo'ja yana talishib turmay ma'qul bo'ldi va oxirida "Bo'ladi, bugun kecha qang'ucha uxlab olayli" dedi. Mo'ydin xo'ja Lutfullani ayrim uyga o'rinlashtirib qo'ygandan keyin g'ibida sirtga chiqdi-da, shu tun kechida Odul Artuq Abbosning uyiga bordi va Artuqning quloqiga pichirlab, Lutfulla arzulagan ishni topshirib qo'yib, ondan uyiga qaytib keldi. Ertasi tong saharda Mo'ydin xo'ja texi shirin uyquda yotgan chog'da Lutfullaning uyqusi allaqachon ichilib ketdi. Uchturpan jigdilarining ipar purqi, 9 buloqning shavqini shoirni uxlatmagan edi. U asta o'rnidan turdi va uyning eshigini pam bilan ochib, yenik qadam tashlab sirtqa chiqdi. U Anjan mahallasi deb atiladigan orqa ko'chadan ozroq manganda cho'ng xonqa munberidan azon ovozi anglandi. Beshiga oq salla o'rib olgan qiri yosh odamlar birlab ishkilab masjid tarafga ketib berishadi. Shoir jamoatga kamtarlik bilan salom berib,
Basta bozoriga, ondan Yayma ko'chasiga bordi. Bu yerda qirg'iz ayollari allaqachon o'rnidan turishib, sahardla yarma, bo'za qatorliq teriq echitqisini pishirishga kirishgan edi. Shoir aylanib To'qqizbuloq yo'liga chiqdi. Bu yerdan Tangri tog'ining g'arbga so'zilgan tizmalari, egiz cho'qidagi yil bo'yi erimaydigan oppoq qarlar aniq ko'rinib turadi. Jonga rahat Tangri tog' shamili kishini huzurlantiradi. Udul tarafdan anglayotgan 3 daryosining shavqini, so'l tarafdan anglayotgan To'qqizbuloq suyining shavqini bilan qo'shilib, ajoyib bir mo'ngluq tabiat muzikasini hosil qiladi. Lutfulla To'qqizbuloq darvozasi oldiga yetib kelib, xilib bir vaqtgacha xiyol surib turib qoldi. Uning ko'z oldida muqaddas Tangri tog'i haybatlik qad ko'tarib turadi. Lutfullaning shoirona hissiyotiga shu topda ajoyib cho'nqur va jo'shqin tuyg'u ilhomlar kelishga boshladi. "Ey qadrdon ona Tangri tog'", dedi u kuchli hayajon bilan. "Sen meni xuddi suyimlik ona mehribon bolasini azizligandek illiq qo'yningda asrab kelyapsan. Sen meni tug'ding, o'stirding, cho'ng qilding. Men buni chini yuragimdan tushunaman. Ana, menga singdirgan ajringni, meni parvarish qilish yo'lida sarf etgan qon terlaringni, menga bergan halol oq sutini, meni deb oqqizgan ko'z yoshlarini mengu unutmayman. Mana qarang", dedi orqa tarafdan hasirab yugurib kelgan Mo'ydin xo'ja. "Ko'proq uxlamay nimanchivala atigan." Mo'ydin xo'janing so'zi shoirning Tangri tog'i bilan qilayotgan she'rin suhbatini uzib qo'ydi. Uchturpanning ma'zinlari qaltis azon aytdi ekan. Azon ovozi meni uxlatmadi. "Yo'q, yolg'on aytdingiz", dedi Mo'ydin xo'ja. "To'qqizbuloq muhabbati sizni uxlatmabdi-da." "Rost shundoq. Endi tepib oldingiz. Muhabbat meni uxlatmadi. Uyqu muhabbat sizlarga yaratilgan. Men qoq saharda o'rnimdan turib, muqaddas qal'a tig'i ustiga chiqib, jaranliq sado yangratsam, qal'a qo'shqini unlik to'lsam, palvon rahmatulloh qaytadan savut kiyib, sadaq esib o'rnidan tursa, xalq yana bir qitim uyg'onsa deb arzu qilaman." Shoirning bu vijdoniy xitobi kompozitor Mo'ydin xo'janing yuragiga shundoq ta'sir qildiki, uning hasratlik ko'ksidan urg'an yosh unchilari ikki ko'zining chaniqida lig'ildab to'xtadi. Sharqdan qizil shar shaklida ko'tarilib chiqqan quyosh To'qqizbuloq bog'chasida egiz o'sgan dal daraxtlarning kumush yo'pirmoqlariga oltin nur chechib ajoyib ko'rkam qilib edi. Bog'cha tarafdan bir jup qarlag'ach javlon qilib uchib kelib, shoir bilan kompozitorni bog'ga taklif qilgandek ikkalanning beshida to'xtamay aylanatdi. Ikkalan To'qqizbuloq bog'chasiga qarab mandi. Bog'ning so'l tarafida osmon palak saga teraklar, o'ng tarafida sugat tallari o'sgan edi. Bo'libmi qal'a tig'ining o'ng yoqsida o'sgan tallar tog' bilan beslashgandek egiz o'sib, buk baraxsan bo'stonlik hosil qilgan edi. O'ttirda To'qqizbuloq suyidan barpo bo'lgan cho'ng ko'l, ko'lning o'ttirisida ravoq, ko'l ichida uzib o'ynash uchun maxsus yasalgan qo'lvoq bilan beslashib uzib yurishgan olichpar g'azlar va ko'l yoqsidagi yeshil chimanlik kishini o'ziga jalb qiladi. Lutfulla bilan Mo'ydin xo'ja bog'chaning manzarasini sayla qilgach, bir besib, ikki besib, mashhur To'qqizbuloq yeniga yetib keldi. Marvoyitdek unchilarni cho'chirtib, egizga urg'ib turadigan qator buloqning suvlari qarg'an siri ko'ngilni huzurlantiradi. Lutfulla uzundan buyon ko'rishga tashna bo'lib kelgan buloqning har biridan suv ichib bo'lib, ondan shoxlari har tarafga g'ulaç yaygan cho'ng bir tup sugatning ostidagi tosh ustida o'ltirdi-da, buloqning qaynam o'rkishini tomosha qildi. Mo'ydin xo'ja bo'lsa, kimnidir kutgandek bog'chining cho'ng darvozasi tarafga intizorlik bilan qarab turadi. "Ana keldi", da'vatdi kompozitor darvozadan kirayotganlarni ko'rib shodlangan holda. "Mana endi bugun saylimiz ko'ngildagidek bo'ladi." Uzun o'tmayla buloq beshiga farishta sifat bir buvay shaharning munavvar yoshlaridan Artuq Abbas, Seyit Abbas, İbrahim Mo'min qatorliq 4 kishi yetib keldi. Lutfulla o'rnidan turib, buvay bilan orqadan yoshlar bilan ko'rishdi. Buvay tomuz kunlarining issiqiga qaramay, beshiga nepiz sarpush, uch
ikkisiga salma yaqiliq chekmen chapan, chapanning ichiga salma yaqiliq mata ko'nglik, putiga kash kiyib olgan edi. Buvay Lutfulla va Mo'ydin xo'ja bilan ko'rishib bo'lgandan keyin asta minib qal'a tig'ining etikiga yaqin bordi va qal'aga qarab ikki qo'lini ko'tarib xili bir vaqtgacha duo qildi. Uning g'ichlik 3-4 palliq yoshlar bozordan ochiqqan bir savat o'rik, bir cho'ng javirda liq-muliq go'shgirda petir manta, non qatorliq narsalarni dasturxon ustiga qo'ydi. Buvay duoni tugatib qaytib keldi. Ular ko'l bo'yidagi bir cho'ng soylik talning tigiga silingan palas ustiga yig'ilib, tamoq yegach qizg'in hikoya parang boshlavatdi. Dal shu ro'zgorda Lutfullaning harvikash do'stlari Rustam Qurbon Qilich hasirab o'midab yetib keldi. "Yopirmay", dedi Qurbon Qilich. "Bizni tashlab o'tib qochib kelyapsizlar-da. Ming bir ta'sibda tepib keldik. Shaytonning g'aflat uyqusida", dedi Lutfulla. "Qo'polmay yotgan g'afillarning bomdod namozi albatta qazo bo'lib ketadi. Ilmo vaqtida keldinglar." Lutfullaning bu chaqchaq so'zi buvayni kuldirib etdi. Davomi bor.